Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz sarmoyasiz tarzda o'yin o'ynab, ya'ni o'yinlarni vijdon qilib pul chiqarish haqida bo'ladi. Demak do'stlar, videoni boshimizdan oldin shu videoga birdan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, menda bundan keyin chiqadigan videolarimni ham ko'rib borasiz. Demak, birinchi bo'lib hozir konkursga g'olibni aniqlab olamiz. Shundan so'ng videoni boshlaymiz. Buning uchun oxirgi videomizga o'tamiz. Oxirgi videomizga o'tgandan so'ng bu videoni silkasini olamiz va YouTube random sayti orqali g'olibimizni aniqlab olamiz. Mana YouTube random saytiga kiramiz va bu yerga video silkasini qo'yamiz. Fetishni bosamiz, continue va pikamning ustiga bosamiz. U serdedligim stiker deyapti, kulgan stiker. Xullas, shu ishtirokchimiz g'olib bo'ldi konkursimizda. Xo'p do'stlar, bugun bizga mana shu ilova kerak bo'ladi. Buni ko'pchilik bilsa kerak, ya'ni bu virtual room. Bu Mospro yoki web xonasida ishlasanglar bo'ladi. Asosiy bizga kerak bo'lgan ilova mana shu bo'ladi. Va keyingi ilovalarni Telegram kanalimga tashlab beraman. Birinchi bo'lib bunga kiramiz. Buni ochish haqida batafsil video qilganman. O'sha videoni shu videoning kommentariyasiga qoldiraman. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu virtual room, ya'ni hackapdan ishlatish uchun versiyasi kichikroq telefonni nusxasi desak ham bo'ladi. Mana kirib oldik. Xo'p, hozir tushuntirib o'tsam buni. Bu oddiy telefon, ya'ni boshqa telefonni kloni desak ham bo'ladi. Masalan, hozir men telefonimni versiyasi 14, bu telefonning versiyasi mana 7. O'shaning uchun bunda hackapda 100% ishlaydi. O'shaning uchun virtual room bizga kerak bo'ladi. Kirganimizdan so'ng bizga mana shu ikkita ilova kerak bo'ladi. Money Tax va Citrus hozirda rekomendatsiyali o'yinlar ekan, ya'ni hozirda pul to'layotgan o'yinlar ekan. Bu o'yinlarni kommentga kirib ko'rdim. Bir ikkita odamga to'lagan ekan, bir ikkita odamlar pul yechishga qo'yibdi. O'shaning uchun hozir men video qilyapman. Xo'p, birinchi bo'lib bizga mana hackapda kerak bo'ladi. Hackapdan Telegram kanaliga yuklab olsanglar bo'ladi. Birinchi o'yindan boshlaymiz. Xo'p, kirganimizdan so'ng biz bu ilovada reklama ko'rib pul ishlaymiz. Ya'ni bu yerda mana tax 1, tax 2 degan bo'limlar bor. Bularni ustiga bosib biz reklama ko'rib pul ishlaymiz. Masalan, ustiga bosamiz va bu yerda yozilgan mana bu sariq doirachani ustiga bir marta bosamiz va bizga reklama beradi. Va reklamani ko'rib bo'lamiz va bizga ochko taqdim etadi. Hop, buni o'tkazib yuboramiz. Va X bosamiz, mana ko'rishingiz mumkin. 0.011 rubl beradi. Bu juda ham kam. Shunday qilib pul ishlasanglar bo'ladi bunda. Keyin tax 2sida ham bundan ham reklama ko'rib pul ishlaysiz. Bunda reklamani ko'proq beradi. Prosta bu ham xuddi shunday bo'ladi. Keyin bu yerda mana Vivid bo'lim ustiga bossak, Sberbank, Payer, Yumani, Tinkoff bor. Hop, bizga eng ma'qul Payer. Hop, qancha yetishimiz haqida hozir batafsil ma'lumot topishimiz kerak. Hop, info bo'limiga o'tsak. Hop, minimal summa 45 rubl tashkil etar ekan. Hop, hozir biz bu o'yinni vijdon qilib 45 rubl qilib mana bu yozamiz va pul yechib olamiz. Hop, bundan chiqib ketamiz. Va birinchi bo'lib bizga kalkulyator kerak bo'ladi. Bundan o'pib chiqib ketamiz va 45 bo'lamiz 0.011 4090 ta bo'lar ekan. Hop, 4091 ko'paytiramiz 0.011 45 2.11. Hop, 45 ni o'zini yozsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Hop, hackapda kiramiz. Birinchi bo'lib bu o'yinlarni yopib olishimiz kerak. Esdan chiqibdi. Mana yopamiz va hackapda kiramiz. So'ng bu yerda mana o'yinni tanlaymiz va bu yerda buni ustiga bossanglar, bu o'yin mana kod bo'ladi, ya'ni balansi. Hop, mana shuni o'zgartiramiz. Hozir 45 rubldan ko'proq yozaveramiz, sababi pul yechib olganda 45 rublni o'ziga yechib oladi, qolgani qoladi. Hop, bu yerga 45 deb yozamiz. Va ilovani yopamiz va o'yinga qaytadan kiramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizning balansimizdan o'zgardi, mana 45 rubl. Endi kodi to'g'ri yozilishi uchun yana bir marta reklama ko'rib qo'yamiz. Hop, mana bu sariq ustiga bosamiz.
va bizga mana reklama beradi. X bosamiz. Bu yerda ham X bosamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bizning mana balans o'zgardi. Xuddi shunday qilib pul ishlasizlar bo'ladi yoki vuzon qilsanglar ham bo'ladi. Endi navbat pul ish bosib kelsak, pul ish ustiga bosamiz, payni tanlaymiz. Bu yerga summa o'yicha 45 deb yozamiz. Nomer koshlokka payer koshlogimizni raqamini qo'yamiz. Mana yozib oldik. Endi отправить ustiga bosamiz. Va bo'ldi, mana bizning balans yetishib oldi. Mana qolgan, mana qoldi bizda. Bo'ldi, yana shunday qilib pul ishlab pul chiqarsanglar bo'ladi. Hozirda bu o'yin to'lov degan kommentariyasini o'qib ko'rdim. Endigi ikkinchi o'yin ham uzun qilib ko'ramiz. Mana buni Citrusni hop Citrusga bosamiz. Bunda ham mana reklama ko'rib pul ishlaymiz ekan. Hop, bu yerda watch edni ustiga bosamiz. Va bizga mana reklama beradi. Bunda ham 15 sekundlik reklama beradi. X ni bosamiz va bizga mana yulduzcha beradi. Mana shu yulduzchalarini biz rubl qilib yechib olishimiz mumkin, ya'ni pul qilib yechib olishimiz mumkin. Mana yana 15 sekunddan keyin reklama ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerga mana Withdraw ustiga bossak, bizga mana kod beradi. Mana shu kod orqali biz pulimizni yechib olamiz, ya'ni o'zini saytga o'tamiz, pul ish uchun saytga o'tamiz. Va bu yerda boyagi ключni qo'yish kerak ekan. Buni ustiga bossa mana nusxalab olar ekan. Va bu yerga mana ключni qo'yamiz. White ustiga bosamiz. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yulduzchalar, mana 2000 ta yulduzcha 1 rubl bo'lar ekan. Mana 5000 ta yulduzcha 3 rubl bo'lar ekan. 10000 tasi 5 rubl, 15000 tasi 10 rubl. Xullas, bu yoqda bo'lar ekan, 100000 tasi 50 rubl bo'lar ekan. Mana shunday mana ustiga bossak, masalan, levo bittasini mana shunday qilib yechib olar ekanmiz. Hozir buni yulduzcha to'plash juda ham qiyin. O'shaning uchun hozir bu o'yinni ham uzun qilamiz va pul yechib ko'ramiz. Hop, biz hozir mana 50 ta yulduzcha bor. Hop, info bo'limida mana o'zining Telegram kanali, gruppasi, bu kontaktda ham bor ekan. Hop, buni hozir uzun qilib pulni yechib ko'ramiz. Hop, haqabda kiramiz va bu yerda mana Citrusga bosamiz. Uxti. Kodi ko'paygan, buni hozir orasidan topishimiz kerak. Kodi yashiringan bo'ladi, o'shani topishimiz kerak hozir biz. Hozir videoni to'xtatib turaman. Xullas do'stlar, hozir bu o'yinning kodini topolmadim. Bu yerda bo'limlar ko'p ekan va bu yerda ham mana bir nimalar bor. Bilasizlar, bular ustiga bossak, ba'zilarda kod yozilmagan, menimcha yashirib qo'yishganmi, bilmadim. Hozir buni topolmadim, to'g'risi qayerdan uzanmoq topolmadim. Agarda siz ham uzun ko'rmoqchi bo'lsanglar, shu yerdan kodni topsanglar bo'ladi. Mana shu yerda bo'lishi kerak, lekin bu yerda hozir kod yozilgan ekan. Hop, bundan chiqamiz. O'yinga qaytadan kirsak, bizda mana 50 ta yulduzcha bor, lekin men 50 ta yulduzcha topmadim. Haqabtadan ichida kodi juda ham ko'p ekan. Hozir topaman to'g'risi. Agarda siz ham uzun ko'rmoqchi bo'lsanglar, topsanglar, aytsanglar, men ham qidirib ko'rdim, hozirligini to'g'risi topmadim. Xullas do'stlar, shunday qilib uzun qilsanglar bo'ladi. Hozir videoni to'xtataman. Mana buni kodini topsam, Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Aytgancha Telegram kanalimni ochib oldim. Mana bu ikkita ilovani, haqabdatani Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi. Videoni shunday yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.